Assalomu alaykum, har yil tong barchaga. Qurilishlarni boshlaganman. Xullas balkonga chiroyli qilib qirma o'rnatish kerak va nimalar qilish kerak yana? Sokil yopishtiradigan ustalar kerak. Yaxshi ustalar bo'lsa, ishlarini Instagram orqali bizga yuborib bersa, Telegram orqali ishlari yaxshi bo'lsa dogovor qilamiz va sразу ishni boshlayveramiz. Va darvoza qiladigan odam kerak. Yaxshi chiroyli darvozachi kerak. Qilgan ishlarini ham ko'ramiz va dogovor qilib boshlaymiz ishni. Shu yerga darvozaxona kerak. Bitta kalitka ham kerak bo'ladi. Ustakalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaringiz, raqamlarni qo'yib qo'yaman. Kelasizlar, joyida ko'rasizlar, maslahatlashamiz va ishni boshlaymiz. Bundan so'ng tomni alkafon qilishimiz kerak. Shunaqa ustalar ham kerak bo'ladi. Mabodo meni ustalar kuzatib borsa, bemalol aloqaga chiqsa, kelib joyida ko'rib, inshaalloh nasib bo'lsa birga ishlaymiz. Bundan tashqari plus qilingan ishlarda biz ijtimoiy tarmog'imizga joylab boramiz. Reklama ham ketadi va daromad ham bo'ladi. Foydali taklif. Sog' bo'linglar, aloqadamiz. Mana shu joyga letni o'choq qurishimiz kerak. Yaxshi letni o'choqchilar bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Xullas biz birdaniga ishni boshladik. Qattiq ishni boshladik. Tezda bitirib tashlashimiz kerak. Ustakalar aloqadami?